O'sha bir listda 300 ming so'mdan sotiladigan dasturxoningizni ko'rki bo'lib turadigan oson usulda tayyorlanadigan pahlavani hozir sizlar bilan tayyorlaymiz. Xo'sh, 6 ta tuxumni, sarig'ini ajratib olamiz. Unimizni yaxshilab elib olib, bir chimdim tuz bilan aralashtirib olamiz. Sariyog yoki margarin bilan unimizni aralashtirib, urvoq holatiga keltiramiz. Alohida smetanani ustiga soda va uksusni solib, qasis qilib olamiz. Keyin quruq massaning ichiga 5 ta tuxum sarig'i bilan smetanani solib, qo'lga yopishmaydigan yumshoqroq xamir qoramiz. Xamirni to'rga bo'lib, xolodilnikda tindiramiz. Bu orada yong'og'imizni blenderda maydalab olib, ustidan shakar va 6 ta tuxum oqini qo'shib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Xolodilnikda yarim soat 1 soat tingan xamirimizni olib, har bittasini listimizga moslab yuqa qilib yoyib olamiz. Pechinkamizni 3 ga bo'lib olib, xamirlarni ustidan bir tekisda taqsimlab chiqamiz. Videoda ko'rsatilgandek xamirni chinqa qilib, ketma-ketlikda taxlab chiqamiz. Ustidan nomiga shakllarni chizib olib, o'sha bitta tuxum sarig'ini surib, yong'oqlar bilan bezatamiz va duxovkaga yarim soatga yuboramiz. Ustidan qo'yiladigan sirop uchun shakar bilan suv qaynatib olib, gazni o'chirib, asal bilan aralashtirib olamiz. Paxlava shakllarini chuqur